Avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Bugun navbatdagi g'olibimizni aniqlaymiz. Ya'ni Telegramga eng ko'p odam qo'shgan g'olibimizni aniqlaymiz. Bahrom akam o'zlari hozir. Assalomu alaykum, hurmatli Palma savdo mijozlari, hammalaringizga xush kayfiyat tilayman. Xudo xolasa bugun Palma savdoda Telegram kanaliga eng ko'p odam qo'shib turgan mijozlarimizning ikkinchi bosqichi, ya'ni ikkinchi sovrindorni aniqlaymiz. Sovg'alarimiz mana yana o'shanday 3 ta sovg'a qo'yamiz. Qaysi biri yoqsa o'shani tanlab olishi mumkin mijozimiz, yutib olgan mijozimiz. Xo'p, hammasi shaffof mana. Kamerani yaqin olib kelamiz. Xo'p, kiramiz. Palma savdo mana. Xo'p, Palma savdoga kiramizda mijozlar uchun sanoqchi bot orqali eng ko'p odam qo'shgan. Xo'p, bugungi mana o'tgan safargi g'olibimiz Subhanallohga 30 ta odam qo'shganda yutib ketgandi. Mana bugun natijalarimiz yaxshi. Xudo xolasa mijozlarimiz aktiv. Sabr niki asosidagi mijozimiz 155 ta odam qo'shibdi. Shunga aloqaga chiqamiz mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz, meni ismim Bahromjon, Palma savdodan bezda qilyapman. Omadli aksiyamizning ishtirokchisi aylangan ekansiz, ikkinchi sovrindori bo'ldingiz. Ismingiz nima? Siz o'zingiz tanishtirsangiz. Ismim Zahroxon. Zahroxon opa. Xo'p, Palma savdoda rahbarlari bo'laman, ismim Bahromjon. Kelib, o'zingizga yoqqan sovg'ani bugun tanlab olib ketishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Bugun kelib olib ketib oling opa, iltimos sizdan. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p, yaqinlaringizga ham bemalol aytishingiz mumkin opa, kelib bemalol boshqa mahsulotlarni xarid qilishlari mumkin. Palma savdoda hammasi arzon, sifatli tovarlar. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling opa. Rahmat sizlarga ham. Xo'p. Xo'p, mana ko'rdilar, hurmatli mijozlarimiz, hammasi shaffof, hammasi original. Keladilar, mijozimiz yoqqan sovg'alarni tanlab o'zlari olib ketadilar. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.